Gap yo'qlik. Gap yo'qlik. Hurmatingiz cheksiz. Maladeslik. Hurmatingiz cheksiz. Bunaqa ishlarni qilib yuribdi Dubayga kelib. O'zimizni o'zbek odamlar qaranglar. Bu nerealno deb o'ylayman. Manzarani qaranglar, manzara. Mana bu Burj Khalifa. Mana bu koshonlarni qarang. Dubayning sentrida. Sentrida mana bu akamiz Mirjalol aka ana shu joyni ochgan. Xudo xolasa mehmonlar kelsa Amerikadan mana shuni oldiga kelasizlar. Mana bu kishi kutib ham oladilar sizni. Xudo xolasa. Shaxsan aeroportdan chiqib, sizni mehmonlaringiz kelsa-ki, Dubayda chiroyli sayohatini ham qilamiz. Bu kishi o'zi 10 kun oldin Xorazmdan sherga kelib, ana shu joyni sotib olib, Xudo xolasa konsert ko'p bo'ladi. Konsert bo'ldi. Birinchi konsert ochilish marosimida bo'ldi. 31-dekabrda Yangi yil bayrami ham tashkil qilyaptilar. Eng mashhur san'atkorlar bilan. Kanalga linkini qo'yaman, kirib podpisatsiya qilinglar shu restoranga.